gaplashib o'tirib turgin. Men hozir bitta qo'ng'iroq bo'lib, otam. Ha, o'tir, keyin gaplasharsan, qo'ng'iroq qilib o'g'lim. Hozir bitta qo'ng'iroq bo'ling. Mana ko'rdingmi o'rtog'ingning ahvolini? Endi xotinida xotir oladi. Xotini bo'lmay qolsin, o'g'limni boshini aylantirib olgan. Bunaqa emas xola. Noto'g'ri o'ylayapsiz. Menga qarang o'g'lim. Yolg'iz qolganimiz yaxshi bo'ldi. Sizdan bir narsani iltimos qilaman, maylimi? Tinchlikmi, nima iltimos ekan? Bobur o'rtog'ingiz bilan bir mahallada tug'ilib, birga katta bo'ldinglar. Mana siz uylarning o'zingizdan ko'payib, baxtli yashab yuribsiz, o'g'lim. Onangiz ham xursand. Nevaralarning ardog'ida baxtli yashab yuribdilar. Hammani gashti o'zgachada, o'g'lim. Shu baxtni do'stingizga ham tilamaysizmi, o'g'lim? Albatta tilayman xola. Lekin qo'limdan nima ham kelardi? O'g'lim, sizdan iltimos. Boburni boshqasiga uylantirishga ko'ndirishingiz kerak. Nima xola? Sen ham gaplash. Meni ham, opasini ham gapini eshitmayapti. Ha, shunday o'tib ketmaydi-ku, o'g'lim. Ha, deb hissiyotlarga berilavermasdan aql bilan mundoq o'ylasin-da hayotini. Bu dunyoda xotin zoti kammi? Ha, nazokatdan qancha yaxshi ayollar bor. Bilmadim Saida xola. Bu ishlarga men aralashishim qanday bo'lardi? Ha, buning ustiga sizlarning aytganingni qilmagan odam men aytganimni qilarmidi? Qiladi, o'g'lim. Siz bir gaplashing. Sizning gaplaringiz ta'sir qiladi. Ha, do'stsiz-ku, o'g'lim. Ha, keyin yana bir iltimosim, o'g'lim. O'zingiz kelin toping shunga. Ha, bir ayol toping. Baxti ochilmaganmi, yoshi o'tib qolganmi? Maylimi, o'g'lim? Meni ham, opasi ham qancha qizlarni ko'rsatdik. Lekin qayrilib qiyoq ham boqqani yo'q bu. Siz endi ko'chadasiz, o'g'lim. Hammani taniysiz. Shu bir aqlli, chiroyliroq, uyim joyim deydigan qiz bo'lsa yaxshi bo'lardi, o'g'lim. Ha, aytgancha bir haligi ajrashgan, juvon, keyin bolasi bor ayol bo'lmasin. Keyin muammosi chiqadi, o'g'lim. Lekin xola, o'g'lim, yo'q demang, iltimos. Onangiz bilan necha yillik qo'shnichiligimiz haqqi hurmati. Yo'q demang, jon bolam. Shunga yordam bering. Ha, o'g'lim, gaplashdingmi? Yo'q, ko'tarmayapti. Hech unaqa odat yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nimaga keldingiz? Nima bo'lyapti, tinchlikmi? Nega uydan indamay ketib qolding? Telefon qilsam ko'tarmaysan, gaplashmaysan. Biror muammo bormi? Yoki oyim xafa qildilar? Bilasan-ku ular. Necha yillik kelin bo'lsang, ularni endi ko'rayotganing yo'q. Lekin oyingiz avvallari bunchalik emasdilar. Lekin Nazo, Uyda o'tirsam o'poq, tursam so'poq bo'lib yashashdan charchadim. Nima bo'lsa men aybdorman. Meni ayblashdan bo'shashmaydi. Bunaqa hayot kimga yoqadi? sabr qil Nazo. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Ertaga farzandli bo'lib ketsak, oyimni ham, opamni ham o'zlari bilan o'zlari bo'lib ketishadi. Lekin hech qachon biz farzandli bo'lmasak-chi? Nega farzandli bo'lmas ekanmiz? Albatta bo'lamiz. Men bunga ishonaman. Nazokat. Yaxshisi yur, uyga qaytamiz. Oyim bilan o'zim gaplashaman. Opam bilan ham gaplashaman. Bizni oilaga aralashishsin. Yo'q. Men endi u uyga qaytib bormayman. U uyga qaytib borishga ota-onam qarshi bo'lishyapti. Yaxshisi ajrashinglar deyapti. Nima? O'ylab gapiryapsanmi sen? Bobur aka, keling ochiq gaplashib olaylik. Bu ishdan siz ham charchadingiz. Men ham charchadim. Umrimiz birovlarga nimadir isbotlash bilan o'tib ketyapti, sezmayapsizmi? Siz ham bola chaqali bo'lishingiz kerak. Oyingizlar haqli. Agar nevaralari bo'lganida bu ishli bo'lmasdi. Bo'ldi. Bu
og'zini yopasan yo'qmi? Yaxshisi uyga yur, o'sha yerda gaplashamiz. Yo'q, men bormayman deyapman-ku. Bobur aka, bu ishlar bekorga bo'lmayapti. Balki baxtingiz yana bir sinab ko'rarsiz. Hazillashyapsan yo atayda asabimga tegmoqchimisan? Balki men ham baxtimni sinayman. Nima demoqchi bo'lyapsan bu gaping bilan? Men siz oilangizga qul bo'lish uchun kelin bo'lmaydiganman demoqchiman. Bola bo'lmayotgan bo'lsa, bu faqat meni aybim emas. Men o'zimdomga borib yashashni xohlamayman. Ota-onam bor, Xudoga shukr. Yolg'iz emasman. Bekorga umrimni zoya ketkizgim kelmayapti, Bobur aka. Yaxshisi, siz o'z yo'lingizdan keting, men o'z yo'limdan ketaman. Nasoka, sen o'ylamasdan gapiryapsan. Nimalar deyotganingni bilyapsanmi? Ha, bilaman. Ajrashaylik deyapman. Siz boshqasi bilan oila quring deyapman. Men esa o'ylab ko'raman. Lekin ortiq siz bilan yashagim kelmayapti. Farzand xotinni bog'lab turadigan bir ko'prik. U yo'q ekan, muhabbat ham so'kib ketaveradi. Xullas, men javobimni bering. Men ajrash uchun ariza topshiraman. Baxtli bo'l. Maqtasan do'stim, yo'lingga tashlab qo'yaman. Yo'q, sen ketib, men xotinning mahallasiga bor. Nima qilasan xotinning mahallasida? Qachongacha shunaqa yurmoqchisan, Bobur? Qo'ng'iroqlarimga javob bermayapti. Uydan chiqishni poylab turaman. Uydan chiqib qoladi. Ey, xotinning uydan chiqishni poylab yuradigan yagona erkak bo'lsang kerak. Do'stim, u men bilan rostdan ajrashmoqchi, tushunyapsanmi? Ajrashishga ariza tashlabdi. Kecha menga suddan qo'ng'iroq bo'ldi. Men bu haqida nazokat bilan gaplashib olishim kerak. Hammasi shunchalik osonmi? Osonlikcha ajrashib ketaveradi. Ariza tashlagan bo'lsa, demak niyati jiddiy. Yana nimani o'zgartirmoqchisan? Do'stim, tushunsangchi, balki xotining ham charchagandir kutishdan. U sen bilan yashab, qaytadan azoblanyapti, Bobur. Do'stim, yaxshisini qo'yib yubor. Qiynama. Vaqt hammasiga davo. Kun kelib barchasini o'tiradi. Do'stim, balki qo'shaloq farzandlik ham bo'lasizmi? Shular haqida o'ylasangchi, nima haqida o'ylashni o'zim yaxshi bilaman. Mana xolos. Qizni rasmi. Ismi Zebo. Turmushi chiqmagan. O'zga to'q oilaning qizi. O'rtakkina chiroyli qiz ekan. Ey, baraka toping. Ha, bo'lar ekan. Mana qizim ko'rgin. Binoyli qiz ekan, oyi. Har qalay anov keliningizdan ming marta chiroyli ekan, istarali ekan. Sobiq keliniz degan qizni. Ha, sobiq kelinimiz. Xudo xolasa to'y qilsak, boshiroq sarpo mendan o'g'lim. Xola, menga sarpoya boshqa narsa ham kerak emas. Hammasini do'stimning baxti uchun qildim. Unga ham oson emas. Lekin nima bo'lsa ham ajrim bo'lib bo'ldi. Ha, shuncha harakat qilganimizga yarasha bu yog'i bola chaqali bo'lib ketadi degan umiddaman. Balki farzandli bo'lsa, Bobur ham barchasini o'tar. Voy, unutmang, o'libdimi? Unutadi. Hamma qizi chiroyliligini qarang. To'y qilib uyimizga olib kelsak, hammasini unutuvchi bilan birga bo'lib ketadi.